ketdi. Birinchi 22 ga tez propuska ochib ko'ramiz. Qani ko'ramiz. Parashut. Tamam, yana bitta parashut beramiz. Aralashtirmoqchi bo'lmaydimi? Tamam, ketdi yana bitta. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jigarlar, nimaga tinchmisizlar, sog'lik joyidan bo'tdimi? 1-2 so'm qo'yaptimi? Xullas bo'lasizlar bilan ancha tanaffusdan keyin Lovo PUBG Mobile. Bilasizlar, eski kanalim sotib olgandim. Sotib olgan odam udalit qilibdi, ya'ni bu kanalim endi yo'q. Hozirda mana shu kanalda polni ijodda, xudo xolasa, qaytib cho'tki kontentlar va streamlar qilishga harakat qilamiz inshaalloh. Sizlar podpishkada bo'lib tursanglar. Va bu meni birinchi katta videoyim bu kanalimda. Bittadan like, obuna bosib qo'yishni esingizdan chiqarmaysizlar degan umiddaman jigarlar. Va bugungi video roligimizda biz bilasizlar, ikki kostyum kiygan. Ancha bo'ldi kiyganiga, 4-aprel kuni kiygan edi. Buni men ochib ko'rdim. Men bu yangi Anuxrami, aytsam mana shu personajni oldim men, ikkisi kostyumi, lekin menga kerak bo'lgan kiyim bu Faraon. Hozir sizlar bilan birgalikda mana shu Faraonni open case qilamiz. Qani birgalikda bo'lmasa qo'llab-quvvatlagan holatda, hali ko'rib turibsizlar, UC'miz yo'q akkauntimizda. Kimga arzon, ishonchli va eng muhimi tezkor bo'lgan UC servis kerak bo'lsa, bemalol Lovo UC ga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu ekraningizda qayerdadir katta qilib chiqarib qo'yaman. Xo'p, bolalar, unday bo'lsa, biz bunday qirqib o'tirmaymiz videoni. Bilasizlar, bizda UC servis o'zimning qo'limda, sirazi 1 minutga qolmay tirs akkauntga UC'lar tushadi bolalar. Va podpishkada bo'lib turamiz jigarlar. Hozir akkauntimizni to'ldiramiz. Zapravka qilamiz, ya'ni sizlar bilan birgalikda. Bismillah deb open kesishni bosamiz jigarlar. Va ko'rib turganinglardek tushirganmiz. Qarab turasizlar. Yuziga qarab turinglar. Choq etadi hozir. Ana shu yuzi tushdi. Jigarlar, ko'rib turganinglardek tez, arzon, ishonchli. Tak bolalar. Bu yoqda bizda podarkamiz ham bor. Qani qancha yuzi berarkin ichidan. Bismillah. Voy, eng kam yuzini menga berdi. Mayli, 9900 yuzimiz bor ekan jigarlar. Tak, qani unda bismillahirrohmanirrohim deb kiramiz. Bizga mana bunisi kerak. Albatta. Qani unda bismillah deb ochishni boshlaymiz. Ketdi. Birinchi 22 ga tez propuska ochib ko'ramiz. Bitta 20 UC'ga tasavvur qilyapsizlarmi? Faraon sumka 20 UC. Bu menda tushganida o'shancha 360 ta monetka berdi bolalar. Ko'rib turibsizlar kim UC serisi omadliligini bolalar. Albatta Lovo UC 20 UC ga Faraon sumka tasavvur qilinglar. Bu agar Faraon tushib qolganda bo'ldi deb open kesishga tushni tugatardim. Boshqa narsa kerak emas menga. Qani ketdi bo'lsa untalikdan. Qani ko'ramiz nima tushar ekan. Parashut. Yomon emas, yana bitta parashut beradi. Va monetkalar. Monetkamiz o'sha 979, ya'ni 21 ta olsam o'sha men X kostyum olaman. Menga kerak emas boshqa. Ketdi. Yana bitta. Va Faraon. Mayli, bo'la, yaxshi. Taktika qilamiz. Qanday hammasi birdaniga o'tsa bo'lardi? Mukofotlar yo'q. Uchala anaqani birdaniga qanday otsa bo'ladi? Aralashtirib.
Aralashtiruvchi bo'lmaydimi? Ha mayli, ketdi yana bitta 10 talik. Vooo! 3-chi 10 talikda. Tasavvur qilinglar, 3-chi 10 talikda faraon. Va уже bo'ldi bola, menga hech narsa kerak emas. Faraon olib bo'ldim. Voy. 8.000 yuzimiz bor hali 8.000. Tushunyapsizlarmi? Уже menda bor. Voy. Rushini qaranglar buni nima deyapti? Otam orqasiga arjam. Voy. Bo'ldi уже kerak emas menga. Va 1000 ta monetamiz bor. Bolalar, 1000 ta moneta. Nima qilamiz endi bu 1000 ta monetani bilasizlarmi? Qaronga o'tkazamiz, yaxshilash. Bitta qora materialimiz yetmaydi ekan bolalar. Bitta qora material olguncha bunisini ochamizmi? Ketdik. Ta, ana qora material ham tayyor. Shu Faron 2 degani. Ko'rib turganinglardek. Tak, ketdi yana ochamiz. Endi bu ikkisiga shunday bo'ladi. Bu bitta material berdi. Yaxshi. Yomon emas. Gaz yana bitta untalik. Bunisini ham ochamiz. Oo, parashyut. Yaxshi. Va mifik. Mifik. Ajoyib. Bitta 63'siga. Bam. Oo, mifik emotsiya. Ajoyib, ajoyib. Bilib turibsizlar-ku o'zingizlar yuzinglar. Hali 4100 zo'rg'a ishlatdik. 4000 emas, даже 3700. Shu X kostyum sumkani necha martalab berib ko'ryapsizlar. Ketdi yana. 10 ta. Yana bitta qora material. Emas. Zo'r. Va yana 10 ta. Ko'ramiz. Buni ham olishimiz kerak X kostyum. Faronni xotini. Yaxshi. Mana bitta 60 ga aldingiz. Va qizarlar PUBG. Va gaz yana. Tushiramiz. Qarsaylar bitta mifik. Yomon emas. Gaz yana. 10 talik. Ikkisidan bam etib, bam. Faqat monetlar ham yomon emas lekin. Moneta ham yomon emas. Yana bitta. Va kuzatamiz bolalar. Nima tushadi ekan. Chota Faronni xotini omadsiz kelyapti-da bizga. Faronni yaxshi tushib berdi. Yaxshi emas. Qizarlyapti. Bu chiqamizda namiga kiramiz. Tak bo'ldi tamomlaymiz. Tak galaktika. Bitta 10 yuzini bosamiz. Bitta chiqamiz. Qaytadan kiramiz. Qarab turilib, tak galaktika. Tak. Faronni 2 qoraylikmi? Joyida. Faron 2 bo'ldi. Va chalg'imaymiz do'stlar. Chalg'imagan holatda kirib turib bam etgan ochamiz. Va shu qarabsizlarki X kostyum dilim tamom emas. Sumkasi yaxshi. Va yana bitta mifik monetaga aylandi. Ketdigan bo'ldi. 8100 ga hamma X kostyum. Sumkasi mifik kiyimlari bilan, mifik bosh kiyimlari bilan. Nima? Bu yana bitta mifik berdi. Nima deyapti bolalar, nima deyapti? Bilasizlar kimdan yuz olishdi? Bilasizlar-a? Tak. Shu yoqda bizni qiladigan ishimiz qolmadi. Hamma yoq tayyor olindi. Bu yoqda nima berdi endi bizga? Kraska 30 ta kraska nima? Mayli, o'zi kraska ham kerak edi.
va 10 ta mini kristal. Mana emas. Bu yoqda nima beribmiz? Wow. Yaxshi. Va bizda 1300 yutimiz ortib qoldi do'stlar. Monetadan nimalar qilsak bo'ladi? Tak. Bizga paronni ko'tarishimiz uchun nimadan nechta kerak? Yaxshilash. Tak. 5 ta qora material ekan. 3 qilishimiz uchun 4 qilishimiz uchun 7 ta kerak ekan. Usta yo ko'tarishga ancha ketadigan ko'tarish. Sekin emas. Bilasizlarmi biz nima qilamiz do'stlar? Qarab turinglar. Menimcha X gacha podarka qilsa bo'ladi, ha? Mana hadiya qilish bor ekan. Faron, hadiya qilish. Tak. Nima deysizlar? X kostyum bitta monetani ishlatmagan holatda birorta obunachimizga mana shu video rolikdan agar 5000 ta like yig'sa, birorta omadli obunachimizga mana shu Faronni yoki o'zi xohlagan mana shu 3 ta X kostyumdan birini hadiya qilamizmi bolalar? Rozigrish. Meni birinchi videomda katta rozigrish bo'ldi. Ko'rib turibsizlar, 8100 ga ochdik va tushgan monetasini rozigrish qilamizmi? Nima deysizlar? Kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar va agar rostdan 5000 ta like yig'sa, mana shu Faronni sizlarga, ya'ni o'zimni obunachilarimga rozigrish qilib yuboraman. Shunday podarka qilib yuboraman akkauntiga bolalar. Nima deysizlar? Video yoqqan bo'lsa, bolalar bittadan like bosishni va obuna bo'lishni va do'stlarga ulashishni ham esingizdan chiqarmanglar, chunki bu mening yangi kanalim va birinchi videoyim kanalimdagi. Bu kanalda ham aktivini qaytarishga va obunachilarni yana ko'proq yig'ib, tezroq 100 mingtaga, narigi kanalimda 100 mingta bo'la olmagandim. Mana shu yerda qolib ketgan bolalar, bilsanglar. Bu kanalda xudo xolasa sizlar bilan birgalikda 100 mingtani nishonlaymiz deganlar. Video qisqa bo'lib qolgan bo'lsa ham, lekin ajoyib bo'ldi deb o'ylayman, chunki ko'rdinglar qanaqa omadli narsalar tushdi. Va videoga obязательно like, podpiska. Yana bir bor aytib o'taman jigarlar, kimga arzon, ishonchli va eng muhimi tezkor bo'lgan UC serisi, hech qanaqa adminlarsiz shaxsan o'zimdan UC xarid qilmoqchi bo'lsanglar, Lovo UC serisiga Telegramdan yozsanglar, 5 daqiqa, uzog'i 5 daqiqa, tushunyapsizlarmi? Uzog'i 5 daqiqa ichida atak 1 minutda tushadi UC'lar. Klient ko'p bo'lib qolgan paytlar 5 minutgacha cho'zilishi mumkin. Bemalol yozib, UC'larni banglatib solaverasizlar bolalar. Videoni kechasi soat 3 da olganim uchun to'g'ri tushunasizlar, sal gapim chalkashyapti, charchaganman, uyqu kelyapti. Bolalar, video yoqdi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan kaksigda yangi old Lovo qaytdi bolalar, yangidan to'g'rirog'i. Gapni uzoq cho'zish yoqmaydi, lekin nimagadir cho'zilib ketdi, chunki nima deyotganimni o'zim bilmayapman bolalar. Tezroq tugataylik. Sizlar bilan tushirgan narsalarimiz bugun bolalar, ko'rdinglar. Faron va qani Faronni xotini X kostyum yana bitta. Mana uni tushirdik va sumkasini va bir nechta material mifikalar tushirdik bolalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan yanagi videoda yoki streamlarda ko'rishguncha salomat bo'lasiz.